Hammaga salom. Bugun mana packajimni oldim. Hozir unpacking qilamiz. Ta-da-da. That's what we got. Bu yaşayotgan davrimizning ichi mana bu ayol qurgan Wehelbert. Bizani ichida birinchi etajda kompozitorimiz bor. Bu hamshiralarning kiyimi. Bizada chunki hamshiralik yanaqasi ham bor. Bizada kollej bitirsa, bitta universitet bitirish kerak. Qanaqa bayramlar, nima bo'lyapti, o'sha haqida объявлениялар osib ketishadi. Hamma narsa bor. Bilmadim qaysi summa pastda ishlatasizlar, lekin Colgate ishlatib ko'rdim. To'g'risi shu paytgacha qanaqa Colgate ishlatib yurgan ekanman bilmayman. Lekin amerikanskiy summa pastalarni realniy rekomendatsiya qilaman. Hozir mana mashdan summa pasta topamiz. Oh no. Oh yeah. Mana mamba Colgate'dan olib ko'rgan edim, lekin juda ham to'g'risi mazasi ham, chusti ham qanaqadir musroq. Menga asosan mana Crest yoqadi. Mana mashina ishlatib ko'rishni tavsiya qilardim. 10-14. And just swipe it right. Okay. Did it work? Just thinking. It worked. Okay. Would you like your receipt? No, I'm good. Thank Okay. you. Hozir birinchi qiladigan ishimiz, конечно, biz ishga ketamiz. Skoriy ketyapti. Mana bu bajardi deganim. Bizani dorim. Mana shu studentlar ishashadi. Uni qabul sizlarga. Bu yoq hammasi o'sha universitet. Betlarda universitetlar asosan juda ham katta bo'ladi. Chunki har bitta departamentda o'zini zdaniyasi bo'ladi. Например, hamshiralarning o'ziniki, computer science o'ziniki, finansiylarning o'ziniki, doktor, dizaynerlarniki hammasiniki o'ziniki bo'ladi. Ishga ketaman, kelgan narsalarni jihozlab olgandan keyin dars qilamiz. Bugun darslar yo'q, bugun faqat ish. Bu mana finansiy fakultetlarning zdaniyasi. Mana oxirigacha ibotlarning orqasi ham hammasi o'qish. Mana ofis, mana shu fayillarni ham men qilganman. Bizga mana Halloweenga tekin kendilar berishadi. Mana bu ishxonam. Mana bu boshqalarni joylari, например, bu yerda boshqa qiz o'tiradi, bu yerda boshqa qiz o'tiradi. Bunaqa narsalar bizga chiqarishadi. Mana bunaqa futbolkalarimiz bizga ham berishgan. Finansiy fakultetda o'qisam ham o'zim grafik dizayner bo'lib ishlayman. Mana mashina, mana ishlarim. Конечно, faqat bilamas, но topolganimni yopishtirib qo'yaman. O'zimga MMDSlar oldim. Обязательно suv. Amerika menga bitta narsa o'rgatdi desa, bu bo'lsa suv tashib yurishsa desam kerak. Biz mana qilib chiqarib olamiz. Mana marhamat. Bu Lidiya menga g'alati qaratirdi. Bu mana valuation qilaman. Tipe bitta stok olib, unda estimatlarini chiqarib, oxirida investitsiya qilish kerakmi yo'qmi, o'shani chiqazib beramiz. Justin set up on Handshake, not on Localist. I didn't even realize.
bizada soat 7. Eshiklar yopilgan. Marhamat. O'sha uyga ketamiz. Soat 7 bo'ldi. Darslar yo'q. Agar darslar bo'lganda soat 9larda ketardik. Keyin shunaqa joylardan pekkacha olasizlar. O'zimnikini oldim. Natijada bo'ladi, prosta hammasi to'la bo'lgani uchun mana shunaqa tashlab ketishgan. Closely with our creative team, which was ensure. Bizda bugun qobo kuni. Mana shunaqa bu yer ekanmiz. Yeli bu xona olib. Bizga mana shunaqa shillik berishadi. Hozir marketing direktori intervyusidan chiqdim. Videoga olish, конечно, mumkin emas bo'lgani uchun ololmadim. Biz mana bugun ishga keldim. Hozir mitingdan chiqib. What is it? Let's go. See how we at the same time started bugging our CEO, Peter Rose, and said we have this program, leadership. I would go in with the thought of I'm going to do this, I'm going to make this the. Hammaga salom. Mana bularni shoppinglar, to есть restoran va kafelari. Mana bu ko'chalar. Restoran, kafe, hammasi bor. Bu pizzeriya. Mana har xil stylelar, domlar. Golfinka. O'ynashadi. Bunaqa narsalarni juda ham sevishadi. Imomda hamburger sotadi. Mazasi yaxshi. Mana bu yerda mebellar sotilar ekan. Har xil mebellar. Bu yo'g'i Mamta polya hamma yoqqa chiqadi. Bular devorlarga mashaqlar chizish juda ham yaxshi ko'rishadi. Hamma joyda bor. Ko'chalarga chiqib bu yerda ham bor shunaqa kiyimlar sotib o'tiradiganlar. Bu yerda uylarning narxiga kelsak, например, mana shunaqa dom olsanglar, bir xonasi 2000 yaqin bo'ladi. 1800 larga bu cherkov bo'lsa kerak. Narsalarni topshirishga ketyapmiz. O'zini pochtasiga borib topshirishimiz kerak. O'zini pochtasiga borib topshiramiz. Asosan pochtalar yaqin bo'ladi. No, bu arzonroq pochta bo'lgani uchun sal uzoqroqda bo'ladi. Mana shunaqa. Bularga umuman bemalol ishlarida yursangiz ham. Bizda ham Turkiyaning qushlari bor. Shu odamlar betlarida kitoblar o'qib, keyin kuchlarni aylantirib yurishadi. Bu metro. O'zimizda ham metro bor. Aytgan sentrda yashasanglar, hamma narsaga dostуп bor. O'tdan kartochkani olasizlar, и pastgacha metroga o'tirib ketasizlar. Mana koreyskiy magazin juda ham yaxshi ko'raman. Hali ichiga ham kiramiz. Hozir pochtaga topshirib bo'lganimizdan keyin Halloweenga har xil o'sha narsalar chiqqan. Mana pochtaga ham yetib keldik. Marhamat. Shu pochta. Endi topshiramiz. Shunaqa chek berishadi. Chekka qarab, posilkalarni kuzatib borasizlar, yetib borgan, yetib bormaganini. Shunga qarab sizlarga pulinglarni qaytarib berishadi. Endi magazinga kirib, mana shu eng zo'r tort sotishadi. Prям juda ham mazali. Hozirga ko'rsataman. Bunaqa ramyonlar hammasini olsanglar bo'ladi. Bu ikkinchi etajda. Bu menyu. Mana
Kafelari, bekeri bor. Bu koreyskiy magazin. O'shaning uchun koreyskiy hamma narsa bor. Menga yoqqan torti yo'q ekan, afsus. Lekin zo'r tortlari bor. Bu mana sushiga ustiga qilinadigan anaqasi bo'lsa kerak, $4. Bu go'shtli mana shunaqa kesiladi. Bu yerda go'shtlar, bu menimcha tovuqlar hammasi. Bu barbekyu go'shtliga. Mana barbekyularga borib qo'rib beradigan go'shtlarni mana shunaqa sochiladi, ajin-ajin. Uyda pishirib yesa ham bo'ladi. Bu boshqa go'sht. Mana har-xil bitgan suyeli mana. Ana xaladesga suya topdim. Chuchvaralar, manta hammasi shetda bo'ladi. Bu mana bu kichkina ichimliklari. Ko'p koreyskiy kinolar ko'rsanglar, mana mashaqalarni ko'rasizlar. Xuddi ruscha narsalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Topsa bo'ladi. Lekin retseptlarni yaxshilab o'qish kerak, chunki bu yerda ko'p cho'chqa go'shti ishlatishadi. Mana shu ayron eng zo'ri. Mana shu brendniki. Ayron deb yozilgani, lekin bu emas. Juda ham zo'r. O'zbekistonda ham даже bunaqa mazalisini ichib ko'rmadim. Mana ko'pchilik Amerikada tvorog yo'q deb o'ylaydi, tvorog bor. Mana shunaqa koreyskiy magazinlarda faqat o'zimizdan обычный tvoroglarni topsanglar bo'ladi. Kefir, qatiq hammasi bor. Bu yerda отдельно ovqatlarini ham sotishadi. Ovqat qilishga eringanlar tayyor ovqatini olib ketaveradi. Mana shunisi asosan yoqadi. Именно mana shu xamir juda ham yaxshi ko'raman. Noodles. Конечно, bilasiz уже iloji yo'q. Bitta olib ko'raman, chadan beri yemoqchi bo'lib yurgan edim. Bunisidan olib ko'ramiz. Bu meva tarafi anchadan beri anjir olmoqchi edim. Mana anjirlar ham bor ekan. Mana tortlari ham juda ham zo'r. Shuning uchun ham kam qolishadi. Bozorga ham qilib oldik. Hop, biz olgan narsalar bo'ldi. Bunaqa vermishel oldim. Bunaqa kuritsa, bu pishiruvdan. Ikkita onigiri, keyin salmondan ikrasi, non, keyin bunaqa roldan и bunaqa ovqat. Ayron. Общая summa bizda bo'ldi 63 ming с чем-то. Ko'chalar juda ham уже sovuq. Shuning uchun mana shunaqa kiyimlardamiz. Mana o'rtog'im kurtkalari mana. Hi. Say something. What am I supposed to say? Anything. Hi. How about yourself? Hi, my name is Gloria and Azozar is my baby. Yes. Уже зданиеga kelamiz. Hold the door for me. Thank you. Mana bu biza dars o'tadigan zdaniya. Har xil. Bu yoqqa birinchi marta o'zi kelishimiz edi. Ko'pincha bu yerda o'zi darsimiz bo'lmaydi. O'zimizning zdaniyada bo'ladi. Yeah. Compare multiple
local Seattle area real estate investment opportunities consisting of multifamily, which would be like larger apartments. Bugun Halloweenga mashaqlar tashab ketishibdi. Bemalol. Ko'zlar. Olib ketaverasizlar.